Hozirda sun'iy intellekt rivojlanmoqda. Kelajakda SN mutaxassisning o'rnini bosa oladimi? Xo'p, kelajakda sun'iy intellekt ko'plab kasblar o'rnini egallashi mumkin degan gap so'zlar juda ham ko'p. Sun'iy intellekt rivojlanyapti. Endi SN mutaxassislar ish yo'q, mobil guruhlar ishdan chiqib ketadi, dasturchilar kerak emas. Sun'iy intellekt rostdan ham kelajakda ko'plab kasblarni egallashi mumkin. Lekin ko'pchilik kasb egalariga ham yordam beradi. Bu bilan misol dizayner yoki mobil guruh dasturchilar ishsiz qolib ketadigan emas. Buni bitta misol bilan tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, oldinlari dehqonlar yerda traktor yo'q bo'lgan paytda qo'lda, omochda o'zimizni belgiroyda nima qilishgan? Yumshatishgan, misol haydashganda, u paytda 10 gektar yerda misol uchun 10 ta dehqon ishlagan bo'lsa, 10 kun davomida misol uchun oradan yillar o'tib traktor paydo bo'ldi va u yerda bir kunda kerak bo'lsa 10 kishi ishni bittada ob'yomda 10 kishini ishni bir kunda haydab qo'yardi, misol qiladi. Bu bilan misol uchun ko'pchilik inson ishsiz qolishi mumkin, lekin bitta traktorchi o'sha traktordan foydalanishni bilgan oqibatda o'zi normal ishlayotgan bo'ldi. Ish osonlashdi ham. Bu ham xuddi shunaqa. Aytmoqchi bo'lganim, agar ko'plab soha vakillari o'z ustida ishlamaydigan, rivojlanmaydigan bo'lsa, sun'iy intellekt u soha vakillarini ishini olib qo'yishi mumkin.